Assalomu alaykum bolajonlar. Bog'chaga borib keldingizmi? Kuningiz fayzli va maroqli o'tdimi? Kechki ovqatni yedingizmi? Demak, joyingizga yotgan bo'lsangiz, bugungi ertagimizni boshlaymiz. Kulrang va oq o'rdaklar haqida ertakni eshitamiz. Qadim zamonlarda kichik ko'l yoqasida Doki ismli o'rdak yashar ekan. Dokining Pati ismli qo'shnisi bor ekan. Pati esa qop-qora tuklarga ega o'rdak edi. Doki bilan Pati umuman bir-biri bilan chiqisha olmas, doim tortishar ekan. Ko'l atrofida yashaydigan boshqa jonivorlar ularning tortishuvidan bezovta bo'lishar, lekin nima qilishlarini ham bilmasdilar. Bir kuni Doki yana ko'l atrofida aylanib yurgan ekan, qo'shnisi Pati uni derazasidan ko'rib qolibdi. Darhol tashqariga chiqib, "Mening hovlimda nima qilyapsan?" deb baqiribdi. "Sening hovlingmi? Bu yer ko'l yoqasi. Bu yerda xohlaganimcha sayr qilishim mumkin", debdi Doki jahl bilan. Pati yana baland ovozda, "Sayr qila olmaysan", debdi. "Qila olaman", deb javob beribdi Doki. Pati Dokining yoniga yaqinlashib, "Bu yer, mana bu yer va bu yer ham, xullas, bu yerlarning barchasi meniki", debdi. "Qanaqasiga? Nimaga ekan?" deb so'rabdi Doki. "Chunki bu yerlar mening uyimning old taraflari", debdi Pati qanotlarini beliga qo'yib. "Unday emas, bu ko'l va uning atrofi butun jonivorlarga tegishli", debdi Doki ham qanotlarini beliga qo'yib. Doki bor ovozi bilan baqirar, Pati esa jahl bilan qanotlarini qoqar edi. O'sha atrofdan o'tib ketayotgan ayyor tulki Doki bilan Patining janjallarini eshitib qolibdi. Darhol yonlariga borib, "Nima uchun tortishyapsizlar?" deb so'rabdi tulki. Doki tulkiga yaqin borib, "Pati bu yerlar unga qarashliligini aytibdi", debdi. Pati birdan, "Albatta menga qarashli, o'zi sen kimsan?" debdi tulkiga qarab. Ayyor tulki bu vaziyatdan foydalana olish mumkinligini o'ylabdi va shunday deb javob beribdi. "Men bir qoziman. Bir mavzuda sizga yordam berishim mumkin." Doki bilan Pati ayyor tulkining ularga yordam bera olishini eshitib juda sevinibdilar. Lekin ayyor tulkining maqsadi boshqa narsa edi. U har ikkisini ham ushlab paqqos tushirishni o'ylayotgan edi. Ayyor tulki Doki va Patiga qarab, "Qani endi birma-bir gapirib beringchi, nimalar bo'lyapti?" deb so'rabdi. Doki endigina gapira boshlagan ekan, Pati uning gapini bo'lib, "Bu yerlar meniki", debdi yana. Ayyor tulki Doki bilan Patining tortishayotganini ko'rib, ichida kulib, "Sizlar tortishing, men esa sizlarni maza qilib yeyman", deyotgan edi. Ayyor tulki nihoyat rejasini amalga oshirishga qaror qilibdi. Doki bilan Patiga qarab, "Qushlarning, qumursqalarning ovozlaridan sizlarni eshita olmayapman. Uyim shu atrofda, juda sokin. O'sha yerda sizlarni yanayam yaxshi eshita olaman va bu masalaga yechim topish ham osonroq bo'ladi", debdi. Doki bilan Pati baravariga, "Unday bo'lsa mayli, boramiz", deb ayyor tulkiga ergashib keta boshlabdilar. Ular daraxtlar orasidagi tor yo'ldan o'tishibdi. Doki bilan Pati butun yo'l davomida tortishib ketishayotgan edilar. Nihoyat ular ayyor tulkining uyiga yetib kelishibdi. Ichkariga birinchi ayyor tulki kiribdi. Orqasidan Doki va Pati kiribdi. O'rdakvoylar ichkariga kirar-kirmas ayyor tulki ularni ushlash uchun o'zini ularning ustiga otibdi. Doki va Pati qo'rqib ketishganidan uy ichida aylanib yugurishar edi. Ayyor tulki ham ularning orqasidan quvar edi. "Voy voy 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 voy, qoch Pati, qoch, yo'qsa bizni yeb qo'yadi", deb baqirar edi Doki. Doki ayyor tulkini chalg'itar ekan,
Pati eshikka qarab yuguribdi va eshikni ochib, "Qani Daki, tezroq bu tarafga yugur" deb baqiribdi. Daki va Pati tashqariga chiqib yugura boshlabdilar. Lekin ayyor tulki ularning orqasidan kelayotgan edi. Halloslab ko'l yoqasiga kelishganlarida ayyor tulki ularni hali ham ta'qib qilayotgan edi. Tulki yana bor kuchi bilan o'zini o'rdaklar ustiga otibdi. Lekin Daki bilan Pati chekkaga qochish bilan ayyor tulki shalop etib ko'lga tushib ketibdi. So'ngra Daki bilan Pati yugurib u yerdan qochib ketishibdi. Tulki esa biroz vaqt suv ichida harakat qilib ko'ldan chiqib olibdi. Daki bilan Pati o'zaro yaxshi munosabatda bo'lib, birgalikda harakat qilishning muhim ekanligini bu voqeadan so'ng anglab olishibdi. O'sha kundan keyin hech ham tortishmabdilar. Ularning birdamlik bilan yashayotganlarini ko'rgan ayyor tulki esa boshqa ularni ovlashga jasorat qila olmabdi. Aziz bolajonlar, ertagimiz sizga ma'qul keldimi? Siz ham akangiz, ukangiz, opangiz, singlingiz yoki da yaqin do'stingiz bilan doimo yaxshi munosabatda bo'ling. Ular bilan hech qachon tortishmang. Hamkorlikda ish qilsangiz barakali bo'ladi.